Xudo xolisa bunisi ikkinchi uchastkamizniki. O'sha yonma-yon turgandiki. Ko'pkaniki bo'lganda bittada bo'lib qo'ysin deyishdi. Bularimizni xuddi shunaqa setkalari bor, sukanalari ochilgan, alyumin porox bo'lgan. Eshiklarimiz balkon profildan bo'lgan bir xil, ya'ni ittidan keyin seniki bunaqa bo'lgan, meniki bunaqa bo'lgan demaslik uchun yopilishlari ham alprodan bo'lgan, balkondan bo'lgan. Xo'p, choklarimiz mana. Mikro bo'lib qolibdi, endi ishda bo'ladi. Choklarimiz qiziqqanlarga endi choklaringni ko'raylik deganlarga mana. Eshiklarimiz o'ynaklaring 2 qavat bo'lgan, romlarimiz ham 2 qavat bo'lgan. Romlarimiz hammasi endi tashqarida 8 ta, ichkarida 6 ta. Tuyulishdi. Hammasi двойной mexanizm, hammasi setka, podogoniyalar bilan qo'yib berganmiz. Derazga murojaat qilaverasizlar.